Navbatdagi ajoyib seriyamiz bu kokos, ya'ni tarkibida kokos hidini beruvchi mahsulotimiz. Kokos seriyasiga tegishli shampun, ya'ni namlantiruvchi shampun. Buni hajmini kattaligini ko'ringlar va buni hajmi 750 mg. Demak, bundan keyingi mahsulot shu seriyada krem gel dusha. Krem so'zi, ya'ni tanani quritmasligini anglatadi, krem surganda effekt beradi. Xuddi shunaqa yana shu seriyamizda katta formatda 500 mg dan iborat suyuq sovunimiz bor. Krem milo ruhi, ya'ni buni qo'lingizga ishlatganingizda, qo'lingizni sovunlab yuvganingizda xuddiki krem surgandek effekt olasiz. Bu seriyada bundan tashqari увлажняющий krem, ya'ni universal yuz, qo'l, badan uchun kremi bor. Sochlar uchun maska для волос, sochlar uchun maska bor va tana uchun tuzli skrabi bor. Bularni hammasini hajmi shunaqangi ekonomichni, ko'pgina qaranglar va shokoladni imitatsiyasi, ya'ni kinderga o'xshab ketadigan lab balzami mavjud. Mana qaranglar, shunaqangi shirin yeb qo'ygingiz keladi. Bundan ham kokosni hidi keladi. Mana shu ajoyib to'plam kokoslarni, shokoladlarni xush ko'ruvchilar uchun. Bu esa tana uchun sprey, ham tanaga, ham sochga foydalanish mumkin. Tanani shunaqangi zo'r ravishda namlab beradi. Bemalol xohlagan joyga foydalanishingiz mumkin. Tanaga, sochga, xohlagan joyingizga cho'milib chiqib badaniga sachsangiz, bu sizni namlab, tanani namlab quruqshashini oldini olib beradi. O'zi bu mahsulotlarni o'zi tanani quruqshashini oldini oladi. Lekin mistini ham tana uchun ishlatsangiz, yanada yorqinroq natija olasiz. Mana shunaqangi ajoyib naborni sizlarga tavsiya qilaman.